Maqsuda Muhammadjanova, hozir biz eko amaliyotini pasatka jarayonidamiz. Hozir menga gastroskopiya qilinishi kerakligini aytishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Bachadonimda hech qanaqa ultratovush UZIlarda hech narsa bermayapti. Hamma joyi toza. Bu to'g'rimi yoki qildirmaganim ma'qulmi? Gastroskopiya amaliyoti bu eko jarayonida, ayniqsa pasadkadan oldin siz uchun juda foydali. Hozirgi sizning holatingizda gastroskopiya amaliyoti siz uchun juda foydali. Aniq sabablari bilan ko'rsatib o'taman buni. Gastroskopiya amaliyotigacha, pasadka jarayonigacha sizni olib kelinganda siz uchun eng sifatli, eng yashovchan embrionlarni tanlab olishgan. Ba'zida jinsini ham tanlab olishadi. Bu embrionlarni qo'yish uchun ultratovush tekshiruvlarida bachadon ichida hech qanday o'zgarish ko'rinmagan taqdirda ham gastroskopiya amaliyotini o'tkazish bu eko amaliyotini, ya'ni pasadka jarayonini sifatini, embrionda o'sib ketish holatlarini juda ham oshirib beradi. Bachadon ichiga gastroskopiya orqali kirgan vaqtida bachadonda ichidagi endometriy qavatning o'zgaruvchanligi qay darajadaligini, o'suvchanligi bor yoki yo'qligini, ichkarida qandaydir problema bo'lishi ehtimolligi, ma'lum bir miqdorda sinexiya bo'lishi mumkin, UZIda ko'rinmaydi. Bu narsalar endometrit holatlari bo'lishi mumkin. Ultratovush tekshiruvida bular ham ko'rinmaydi, lekin bularning hammasini gastroskopiya amaliyoti orqali ko'riladi va kerakli barcha choralarni ko'rib amalga oshiriladi. Gastroskopiya amaliyoti pasadkadan 10 kun oldin yoki 1 oy oldin qilish ham mumkin. Gastroskopiya amaliyotidan so'ng pasadkani qay tarzda qanday davom etkazishni bu eko protsedurasini olib borayotgan vrach hammasini birgalikda maslahatlashib davom etkazishi mumkin.